Xitoy urush paraxodlari Senkaku oralig'iga kirdi. 11 yanvar Hürriyet gazeti xabarida bildirilishicha, Xitoy urush paraxodlari Senkaku oralig'iga kirgan. Xabarda Xitoyning bir qo'g'dug'uchi urush paraxodi bilan bir suv osti paraxodi Sharqiy dengizdagi Xitoy bilan Yaponiya talash tartish qilayotgan Senkaku oralig'iga yaqinlashganligi. Yaponiya mudofaa ministrligi Xitoyni Senkaku orolidan yiroq turishga chaqirganligi bildirilgan. Xabarda yana Yaponiya hukumati Yaponiyada turishliq Xitoy bosh elchisi Ching Yonghuani chaqirtib, Yaponiyaning Xitoy urush paraxodlarining harakatidan kelib chiqqan ansirashlarini o'ttirg'a qo'yganligi bildirildi. Lekin Xitoy tashqi ishlar bayonotchisi Lu Kang bayonotida Xitoyning urush paraxodlari Senkaku orolida harakat qilayotgan Yaponiya urush paraxodlarini ko'zitish va uningga agishish uchun borganligini bildirgan. Avstraliya Milliy ong tashkiloti Sharq Turkiston ma'rif va hamkorlik jamiyatini ziyorat qildi. Deniz Muhammad apandini Sharq Turkiston ma'rif va hamkorlik jamiyati raisi Hidoyatullo O'g'izxon, jamiyatning muavin raisi Musajon Tosh, jamiyatning ijtimoiy ishlar bo'lim mas'uli Karam Qarim qatorliqlar jamiyat markaziy ishxonasida kutib oldi. Ziyoratda Hidoyatullo O'g'izxon Sharq Turkiston ma'rif va hamkorlik jamiyatining xizmat ahvoli, shundaqla navbatdagi Sharq Turkiston vaziyatini tunishtirib o'tdi. Ziyoratda Avstraliya Sharq Turkiston jamiyati bilan Avstraliyadagi Sharq Turkistonliklar o'ttirisida Sharq Turkiston da'vosi xizmatida o'zaro hamkorlashish va moslashish haqida fikr almashtirildi. Xitoy nazarini Xitoy pasporti bilan chet elga chiqib ketgan millatlarga qaratmoqda. 9 yanvar Xinhua agentligi bergan xabarda bildirilishicha, Xitoy Markaziy Millatlar Universiteti Osonlik Millat ishlari taraqqiyot jamiyatining doimiy ishlar muavin mudiri Ding Xongning riyosatchiligida akademiklar muhokama yig'ini o'tkazildi. Muhokama yig'inida Xitoy pasporti bilan chet elga chiqib ketgan Uyg'ur, Tungan, Qozoq qatorliq millatlar garchi boshqa davlatlarda yashayotgan bo'lsa-mu, ularning jahondarchilik qilish, o'ltiroqlashish ahvollarini yaxshi egallab, ularning Xitoyning boshqa davlatlar bilan bo'lgan do'stona munosabatlarda ijobiy rol elishiga turtki bo'lishni, bo'libmi O'rta Osiyodagi millatlarni qo'lga keltirishni ta'kidladi. Kuzatuvchilar Xitoyning bu harakati chet elga chiqib ketgan boshqa millatlarni yeniga tortish orqali Xitoyga xizmat qildirishga urinish va Tibet, Sharq Turkistonda elib berayotgan bostirish siyosatlarini pardozlab ko'rsatishga urinish ekanligini bildirishmoqda. Amerika Xitoyni sayohatda ehtiyot qilinadigan davlatlar qatoriga kirgizdi. 12 yanvar Amerika Ovoz radiosining xabarida bildirilishicha, Amerika Tashqi ishlar ministrligi Xitoyni sayohatda ehtiyot qilinadigan davlatlar qatoriga kirgizganligini e'lon qildi. Xabarda Xitoy fuqarolariga savdogar bo'lsin yoki boshqa kishilar bo'lsin, chegaradan chiqishga qattiq cheklama qo'yganligi, undan boshqa Xitoyning adliya va nazorat sohasidagi xizmatchilarni tuqqanlari va boshqa kasbdoshlar bilan aloqalashishini cheklaganligi, qonun talash tartish sohasiga kirmagan, hatto Xitoy qonuniga xilof ishlarga chetilmagan kishilarning ham uzoq muddatgacha Xitoy chegarasidan chiqishi cheklanganligi bildirildi. Amerika Tashqi ishlar ministrligining eskartmasida Xitoyga sayohatga bormoqchi bo'lgan yoki Xitoyda bir muddat turmoqchi bo'lgan Amerika fuqarolari Xitoyning bexatarlik bahonalari bilan tutqun qilinishi mumkin ekanligi, Xitoy bexatarlik xodimlarining xususiy elektr kasbi bilan shug'ullanadigan Xitoyning siyosatini tanqid qilgan Amerikalikning chegaradan qo'g'lab chiqarilganligini tilga oldi. Amerika Tashqi ishlar ministrligi yer sharidagi sayohatni ehtiyot qilishga tegishli davlatlarni darajaga tizgan bo'lib, Xitoy sayohatni ehtiyot qilinadigan davlatlar ichida 2-o'rinda turadi ekan.